Musofirlar drug vakrugda qizga borib, kasallik orttirib olgan bolalar haqida gapirdim. Akam srochni chaqirdi hozir. Ichkarida o'tirgan odam shunaqa. O'sha bola srochni keldi kecha, topshirdi analizini, drug vakrugga borgan, berezinga borgan, mana sifilis положительный chiqqan. Lekin bu odam uylangan, farzandor, yosh, misol 87-yil, lekin hozir lecheniya olmasa ayoliga o'tishi mumkin. Bu kasallik o'tadi. Qanaqa kasallik ekan bu? Bu shunaqa virus aloqa jinsi bilan o'tadi, keyin alomatlarini achishlar bo'ladi, og'riq paydo bo'ladi, har xil yaralar tanada toshadi. Shunaqa bo'lib boshlanadi. Boshlanishi shunaqa bo'ladi, srochni lecheniya qilish kerak. Bolalar, to'g'risi hozir hech kim ishonmaydigan davr bo'lib qolgan. Akani nomerini, profilini, adresini qoldiraman. Aka kelsa ko'r. Bemalol yordam beramiz. Inshaalloh akani oldiga kelib ko'rinib ketinglar, maslahat beraman. Hozir hech kimga ishonmanglar, ana shu drug vakrugdan o'tib borib yurmanglar bolalar. To'g'rimi aka? Bormagan ma'qulmi bu? Harakat qilinglar, bormanglar. Qizlarga umuman bormanglar. Mana shunaqa drug vakrugdan tanishib, qizlarga borib yurishni yaxshi ko'radigan bolalarga videoni tashlab qo'yinglar, bilsin, bu o'limdek xavfli, to'g'rimi? To'g'ri, juda opasniy.